erkin uch tezlanishini baholash laboratoriya ishini teksti bilan tanishib chiqamiz. Laboratoriya ishining maqsadi erkin tushayotgan jismning tezlanishini tajriba yordamida aniqlash va nazariy qiymat bilan solishtirish. Nazariy qiymat 9,8 metr taqsim sekund kvadrat. Kerakli jihozlar: metal shar yoki kichik jism, o'lchagich yoki metr lenta, sekundomer, shtativ. Nazariy asos: agar jism tinch holatdan erkin tushsa, bu quyidagi formula bo'yicha harakat qiladi. H teng gt kvadrat taqsim 2. Bu yerda h balandlik, t tushish vaqti, j erkin tushish tezlanishi. Formulani j ga nisbatan yechamiz. J teng 2h taqsim t kvadrat formula hosil bo'ladi. Ishni bajarilishi: jism ma'lum balandlikdan, masalan 1 metrdan tushiring. Tushish vaqtini sekundomer bilan o'lchang. Tajribani 5-6 marta takrorlang. O'rtacha vaqtni toping. Formula orqali jni hisoblab, namunalar jadvaliga yozing. Namuna jadvali. 3 ta qiymatni o'lchab, chega yozib olamiz. H t, t ni va jni o'rtacha qiymatini. Xo'p, xulosa: tajriba natijasida topilgan jni qiymati nazariy qiymatga yaqin chiqishi kerak. Kichik farqlar sabab bo'ladi. Vaqtni o'lchashdagi xatolik, havoning qarshiligi, balandlikni noto'g'ri o'lchash. Endi o'quvchilarda tajriba natijasidan olgan bilgilarni tekshirish uchun nazorat savollari berilgan. Nazorat savollari orqali o'quvchilar bilan tekshirib olishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, endi sizlarga erkin tezlanish haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Erkin tezlanishi jism yerga tortish kuchi ta'sirida oladigan tezlanishdir. Uni biz j harfi bilan belgilaymiz. J harfi bilan belgilaymiz. Uni o'rtacha qiymati 9,8 metr taqsim sekund kvadratga teng. Bu xulosaga 16-asrning oxiri, 17-asrning boshlarida yashab ijod etgan Galileo Galiley kelgan. U Italiyaning Piza shahridagi Og'ma minoradan, rivoyatlariga ko'ra, u Italiyaning Piza shahridagi Og'ma minoradan turli massali jismlarni tashlab ko'rgan. Natijada havoni qarshilik hisobga olinmasa, turli massali jismlar yerga bir xil tezlanish bilan tushishini o'sha tajriba asosida topdi. Bu fan taraqqiyotida muhim burilish edi. Keyinchalik qiya tekislikdagi harakatni o'rgandi Galileo Galiley. Qiya tekislikdagi harakatni o'rganib, qiya tekislikdan tushayotgan jismning tezligi vaqt o'tishi bilan ortib borishini ko'rdi. Keyin u shunday xulosaga keldi: bosib o'tilgan yo'l tezlikni vaqtning kvadratiga to'g'ri proporsional degan xulosaga keldi. 17-asrda yashab ijod etgan Nyuton erkin tezlanishini yanada to'g'riroq ekanligini butun olam tortish qonunida isbotlab berdi. U butun olam tortish qonunini kashf etdi va jism yer sirtidagi jismlarni yer o'zining markaziga tortishni ilmiy asoslab berdi. Butun olam tortish qonunida F teng gravitatsiya doimiysi m jism ko'paytirilgan m yer taqsim r kvadrat. Mana shu formuladan biz buni f ni m jism j teng gravitatsiya doimiysi m jism m yer taqsim r kvadrat shaklida yozadigan bo'lsak va m jism bilan m jism qisqarib ketadigan bo'lsa, j gravitatsiya doimiysi ko'paytirilgan m yer taqsim r kvadrat degan formuladan topiladi. Agar buni hisob kitob qilib ko'radigan bo'lsak, qiymatlarni o'rniga qo'yib. Bu ham 9,8
metr taqsim sekund kvadrat teng ekanligini ko'rsatadi. Demak, Galileyni qilgan kuzatishlar orqali topilgan qiymat Nyutonni bilan tortishgandan kelib chiqqan qiymat bilan mos tushdi. Shundan keyin erkin uch tezlanish 9,8 metr taqsim sekund kvadratiga teng ekanligi ko'rindi. Bu degani nima? Bu degani yuqoridan tik tushayotgan jism o'z tezligini har sekundda 9,8 metr taqsim sekundga ortishini ko'rsatadi. Jismlarni erkin tushishni o'rganish laboratoriya ishini animatsiyasi bilan tanishamiz. Bu animatsiyamizda mana bu pad bilan bolg'a yerda qanday tushishini, mana bu yerda havo so'rib olingan vakuumda qanday tushishini, keyin buni oyda qanday tushishini ko'rib chiqamiz. Oy, buni yer, mana buni vakuum hosil qiladigan nasos. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Yer, vakuum nasosi, oy. Hozir mana shuni laboratoriya animatsiyani boshlaymiz. Hozir mana vakuum hosil qilyapti nasos yordamida. Keyin sekin tushish boshlanadi. Mana vakuumdagi pad bilan bolg'a bir vaqtda yerga tushdi. Oyda ham xuddi shunaqa keyinroq tushdi, lekin egasi birgalikda tushdi. Yerda havoning qarshiligi borligi uchun pad sekinroq tushyapti. Pad sekinroq tushyapti, havoning qarshiligi bor. Padimiz ham nihoyat yerga tushdi. Demak, erkin uch tezlanishini Galileo galagi o'rganganda mana shu havosiz fazoda tushishini o'rgangan. U erkin uch tezlanish hisobini topganda 9,8 degan qiymatda olgan. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan erkin uch tezlanishni o'rganish degan laboratoriya ishini ko'rib chiqamiz. Mana shu laboratoriya ishini animatsiyasi bilan tanishamiz. Italiyaning Pize shahridagi Olma minorada jismlarni tashlab ko'ramiz. Mana Galiley tajribasi bu. Va turli xil massali jismlarni tashlab ko'rdik. Jismlarning massasi turlicha bo'lishiga qaramasdan, hammasi bir vaqtda yerga tushyapti. Tashlanish balandligi 45 metr. Mana eng katta massali jism ham, eng kichik massali jism ham 3 sekundda yerga tushdi. Demak, erkin uch tezlanishi jismning massasiga bog'liq emasligi ko'rinib turibdi. Endi massasi turli bo'lgan sharlar yordamida tajribani o'tkazib ko'ramiz. 1 metr balandlikda bu sharchalar yerga tushish vaqtlarini topib olamiz. Men tashlashim bilan siz bosasizda, keyin yerga tushish bilan internetni to'xtatasiz. Bu juda tez bo'ladi. Nol 47mi? Bu juda tez bo'ladi. Haqiqatda ham to'g'ri. Keyin o'chiring ham. Boshladik. Bu ash. 47 chiqdimi oldin? Boshladik. 46. Buradan aşıp çaresi yeter mi?
Hurmatli o'quvchilar, tajribani natijalarini jadvaliga kiritib oldik. Balandligimiz uchala holatda ham 1 metr edi. Vaqtlarimiz mana birinchi holatda 0,46 daqiqa lahzada, ikkinchisida 0,47 lahzada, demak uchinchisi 0,45 lahzada tushdi. Endi shu qiymatlarga asosan J ni qiymatlarini topa olamiz. J1 2h taqsim t kvadrat degan formulani topamiz. 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 0,46 ni kvadrati. Bundan 2 taqsim 10 mingdan 2106 buni bo'lib olsak 9,45 metr taqsim sekund kvadrat. Natijaga erishdik. Ikkinchisida J2 ni topamiz. Bunda 2h taqsim t kvadrat degan formuladan foydalansak, 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 0,47 ni kvadrati. Bu 2 taqsim 0,2209 teng 9,5 metr taqsim sekund kvadrat. J3 topamiz. 2h taqsim t kvadrat desak, 2 ko'paytirilgan 1 0,45 ni kvadrati. Buni hisoblasak 2 taqsim 0,2025 bo'lib olsak 9,76 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, mana bu joyga biz 9,45, mana bu joyga biz 9,5, mana bu joyga 9,76 yozib olamiz. Keyin J o'rtacha qiymatini topamiz. J o'rtacha qiymatini topish uchun uchala J ni qo'shib, J1, J2, J3 ni qo'shib 3 ga bo'lamiz. Qo'shganimizda demak 9,45 plus 9,5 plus 9,76 ni 3 ga bo'lsak, bu yerda chiqdi 9,42 metr taqsim sekund kvadrat natijaga erishdik. Demak, bizni o'rtacha qiymatimiz 9,42 metr taqsim sekund kvadrat natijani berdi. Demak, bizda mana o'rtacha qiymatimiz 9,42, bu 9,8 ga yaqinroq qiymat hosil qildi. Endi bu noto'g'ri chiqishini, bunaqa katta xatolar bilan chiqishning sababi biz o'lchaganimizda xato qilgan bo'lishimiz mumkin. Keyin buni toshlar tushish vaqtini to'g'ri topa olmagan bo'lishimiz mumkin. O'sha yerda xatolar bo'lishiga qo'ygan hisobiga 9,42 chiqdi, lekin natijamiz yomon emas. Aziz o'quvchilar, shu bilan biz bugungi laboratoriya ishimizni yakuniga yetkazdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi laboratoriya ishlarida ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar.